Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan juda mashhur va shifobaxsh o'simlik sedana haqida, ya'ni qora zira haqida gaplashamiz. Qadimdan xalq tabobatida keng qo'llanilgan bu giyohning foydalari juda ko'p. Sedananing foydalari: sedana organizm immunitetini mustahkamlaydi, shamollash va grippda foyda beradi, oshqozon faoliyatini yaxshilaydi, hazmni oshiradi. Shuningdek, sedana qandli diabetda foydali, qon bosimini me'yorlashtirishga yordam beradi, allergiya alomatlarini kamaytiradi, yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega. Sedana tarkibida organizm uchun bo'lgan A vitamini, B guruh vitaminlari, B1, B2, B6, C vitamin, E vitamini hamda temir, kalsiy, magniy, rux kabi minerallar mavjud. Qanday iste'mol qilinadi? Sedanani urug'i holatda kukun qilib yoki yog' shaklida iste'mol qilish mumkin. Ertalab och qoringa bir choy qoshiq asal bilan aralashtirib yeyish juda foydali. Har qanday o'simlik singari sedanani ham me'yorida iste'mol qilish kerak. Homilador ayollar va surunkali kasalligi borlar shifokor bilan maslahatlashsin. Agar video sizga foydali bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda yana boshqa shifobaxsh o'simliklar haqida gaplashamiz.